Uylanging kelyaptimi? Uylanishga talabing bormi? Gunoh qilishdan qo'rqasanmi? Allohga tavakkal qil. Allohga qasam, Alloh seni to'ydiradi. Men sizlarning qarshingizda turibman-ku, ochlikdan o'lmadim-ku. Meni 4 ta xotinim bo'lganda hali o'qir edim. $100 oyligim ham yo'q edi. Allohga qasam yo'q edi. Oyiga atiga $100 topar edim. 4 ta ayolim bor edi. Men turib berdim-ku, ochlikdan o'lmadim-ku. Men ozg'in nimjon emasman, alhamdulillah tirikman. Alloh to'ydiradi. Allohga qasam, Alloh to'ydiradi. Va Alloh rizqingni keng qilib qo'yadi. Qancha farzandlaring, ayollaring ko'p bo'lsa, Alloh shuncha rizq beradi. Va biz buni bilamiz. O'zi umuman Dog'istonda bitta ham ochlikdan o'lib qolgan insonni ko'rganmisiz? Baribir ishonmaymiz. Cho'ntagimizdagiga ishonamiz. Cho'ntagimizga ishonamiz, ota-onamizga ishonamiz, lekin Allohga emas. Mana bizning muammoimiz nimada? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim Allohga haqiqiy tavakkul qilsa, Alloh uni chumchuqni to'ydirgandek to'ydiradi. Bo'sh qorin bilan uchib ketib, kechga to'q qorin bilan qaytib keladigan chumchuqdek.